Aytgan fuqarolarimiz hammasi endi mana vaqtda men lekin tuhmat qilmaganman hech kimga. Men to'g'risini aytib yozganman men. Yozsam mı böyle? Hali shu paytgacha yozmadim. 45 yoshimga kirdim mana. Birovning ustidan yozmaganman. Shundoq. Birovning ustidan yozmaganman-da men. Endi orachirada bizning TikTok platformada Adinxbet boy kazino degan o'yin bor ekan. O'shanga nima ham bor ekan? Bir odamlarni jalb qiladigan odamlar bor ekan. Uni ham bilib qoldik. Kecha bir u yoq bu yoq qilib tudasida qildikda u bilan gaplashib o'tirib, sal nari beri borib qoldi. Bizni sal izdivasa qilmoqchi bo'lishdi, tudasida. Mayli endi izdivasa qilganda kimni izdivasa qiladi o'zi Xudo biladi-ku uni. Masalan, samgilangiz bu odamlar bizni ustimizdan kulgani bilan Xudo bizni ustimizdan kulmasin. Xudo agarda Xudo bitta bandani ustidan kulmasin-da Xudo. Bitta bandani ustidan kulmasin-da Xudo. Bularni qilayotgan xatti-harakatlari masalan mana Sardorda o'zini so'ksin gap yo'q. Oilasini so'kmasin, chaqir. Taklif qilish o'chirib qo'ygan. 70% bo'larkan. Ko'ramiz da. Tekka aytinglar, ma'ni ularsin. Agar Xorazm viloyati Shovot tumani Xitoy mahallasida turaman men. Masalan-da, Xorazm viloyati Urganch shahrida u yoqda bu yoqda bizani o'zimizni istiqomat qiladigan uylarimiz bor. Bu Sardor gangster degan odam oldin ham ehson yiqqan ekan. Endi dedi bir mashinaga batr o'ynab o'tirganimizda bitta yigitimiz keldida, "Mana shu Zeki akani ham uyi yo'q" dedi. "Kireyda turadi" dedi. Men kireyda turaman dedim. Da kireyga ham yo'q qo'yganman-da men endi. Yashab turamiz vaqtinchalik. O'sha paytda endi bitta bir tanish yigitimiz bor edi. O'sha bola aytdi, "Mana shu Zeki akam ham kireyda turadi" dedi. U bola ham menikiga kelib ko'rmagan, yo salomlashib ko'rmagan. Endi uzoqdan taniydi, Havoyi. Keyin men Zeki akamga bitta uy qilsak bo'lmaydimi dedi. Mana shu ro'za oyi, Ramazon oyida, Ramazonning oldin edi. Keyin Ramazon oyida shundoq o'tirdik. Men aytdim, indamadim. Men ham qilamiz dedi. Keyin men bu TikTok platformada taniydigan o'rtoqlarimiz, yaqin birodarlarimiz, masalan Nuriddin, Profsher aka, Abu Umar aka, Itakdali, yana o'zimiz tanishlarimizda ism familiyangizni ayt, Siz yo'qsiz dedim-ku. Hammaga borib gap qilavermasdan, Yarostakam qidiruvga ham tushib qolmang, ko'tingizni qisib yuring. Mana men sizga aytyapman. Sizga kelib ulanganlar, eshityapsizmi? Shu haqida gapirsa, gapirma deb chiqib keting, tengiz bilan o'tiring. Bo'ldi, tushundim. Ha, bo'pti, Sim nomerini ber, Fohshani o'g'li. Elyorjonni ham ulaymiz hozir. Yordam qo'ramiz dedi. Shu Zeki akam bilan dedi. Nima deysiz dedi, biz bu odamni dedi. Cho'ta kelgani qo'rqdi, nimaga kelmayapti Elyorjon? Tanislar taxallusdagi bola ham bor edi. Sizni ham dedi, auditoriyangiz katta, biza bergan pul yetmay qolsa dedi, boshlang'ich pulini to'lab dedi, bitta Zekiga yordam qilsak bo'ladi dedi. Boshlang'ich puli bor-ku endi kreditga.